4 xonali 110 kvadrat maza qilib oilangiz bilan yashashligingiz uchun kvartirani bitta ko'ring, qarang. Bu tomonimizda spalnya xonamiz, bu ya'ni birinchi xonasi. Ahamiyat bering, juda ham chiroyli tarzda qilingan remont, mebel, texnika, hamma narsa bor. Bu ikkinchi yotoq xonamiz. Ko'rishingiz mumkin, hamma xonalarda konditsionerlarga chom bor. Birinchi, ikkinchi xonani ko'rdik, chap tomonda birinchi sanuzel ko'rishingiz mumkin, bu yoqda vanna qo'yilgan holatli. Bu yoqdan chiqamiz, o'ng tomonda uchinchi xonasi, ya'ni zalimiz bo'ladi. Zalga ham ahamiyat bering. Hamma sharoit bor. E'tibor mana mazza qilib oilangiz bilan toat ibodatda rohat va rohatda yashasangiz bo'ladi. Bu yoq tomonimizda prixoshkasi. Prixoshkani ham katta va kengligiga ahamiyat bering. Bu yoq tomonimizda prachechnik qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, tepli pollarga chom bor. Hamma joyda tepli pol bor. Bu yoq tomonimizda aytganimdek katta prixoshkasi. Bu yoq tomonda ikkinchi sanuzelimiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda dushovoy variantligi. Bu yoqdan chiqamiz, to'g'riga kirsak, mana shunaqa shinamgina kuxnyamizga kirib kelinadi. Kuxnyaga ham ahamiyat bering. Hamma sharoit bor, aytmoqman. Bu yoqdan chiqishimiz bilan bolajonlar uchun qilib qo'yilgan 4-xonasi. O'rtoqlar, uyimizni ko'rdinglar. Hamma sharoit bor. Aytmoqman, shuna kirish kerak, maza qilib yashash kerak. Bu joyimiz Mirzo-Ulug'bek tumaniga qaraydi, ya'ni Parkentskida, Parkent ko'chasi 231-dom, 13 va 14 kvartiralar. Ya'ni ikkita kvartirani olib bitta qilib yuborilgan variantligi. Kadastri ham ikkita bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, 110 kvadrat, 4 xonali, 4-qavatda joylashgan jami 8 qavatli Novostroykada liftlargacha yap-yangi holatda yo'lning yuzidan ikkinchi dom hisoblanadi. Haytkincha eng shirin joyi narxiga keladigan bo'lsa, 159.500 dollar so'raymiz. Chiroyli kelishtirib baraka qilinadigan joy bor. Raqamlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.